Salom aziz do'stlar. Bugungi videomiz har biringizning cho'ntagingizga, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim mavzu haqida bo'ladi. So'nggi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda may oyidan boshlab hamma narsa 2 baravar qimmatlashadimi? Hukumat aholini tugatishga qaror qildimi? degan xabarlar qizg'in muhokama qilinmoqda. Odamlar orasida vahima va tushunmovchiliklar avj olgan. Ko'pchilik nima bo'lyapti o'zi? Bu xabarlar qanchalik haqiqatga yaqin? Kimga ta'sir qiladi va kimga yo'q? degan savollar bilan murojaat qilishmoqda. Bugun men ekspert sifatida shu savollarga batafsil javob beraman. Vaziyatni aniq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumotlar hayotingizning muhim bir qismiga daxldor bo'lgani uchun videoni oxirigacha ko'rishni unutmang, chunki har bir ma'lumot siz uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu siz uchun kichik bir harakat, ammo biz uchun katta motivatsiya. Muammoning mohiyati. Xo'sh, nima gaplardan iborat bu mishmishlar va ularning ortida qanday rasmiy ma'lumotlar bor? Avvalo shuni aytish kerakki, hukumat tomonidan kommunal xizmatlar, xususan elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha uzoq vaqtdan beri muzokaralar olib borilayotgan edi. Buning bir nechta sabablari bor. Ilgari ko'p yillar davomida aholi uchun elektr energiyasi va gaz narxlari ularning haqiqiy tannarxidan ancha past bo'lgan. Ya'ni davlat bu xizmatlarga katta miqdorda subsidiya berib kelgan. Bu bir tomondan aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan edi, ammo boshqa tomondan energiya tizimining modernizatsiya qilinishini, infratuzilmaning yangilanishini cheklab qo'ygan. Energetika sohasi yo'qotishlar bilan ishlagan, yangi investitsiyalar jalb qilish imkoniyati cheklangan edi. Natijada uskunalar eskirgan, avariyalar ko'paygan, energiya tejashga rag'bat yo'qolgan edi. Endi esa vaziyat o'zgardi. Hukumat iqtisodiyotni erkinlashtirish, energiya bozorini isloh qilish va aholi uchun energiya resurslarining narxini bosqichma-bosqich bozor narxlariga yaqinlashtirish siyosatini olib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yil 1 maydan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun yangi, tabaqalashtirilgan tariflar joriy etilishi kutilmoqda. Hamma narsa 2 baravar qimmatlashadi degan xabar to'g'ri emas, ammo ayrim hollarda va ayrim iste'molchilar uchun xarajatlar sezilarli darajada oshishi mumkin. Asosiy o'zgarish bu iste'mol hajmiga qarab narxlarning farqlanishidir, ya'ni ijtimoiy norma degan tushuncha qayta kiritilmoqda va bu norma oshgan sari tarif ham oshib boradi. Bu nima degani? Bu degani kim qancha ko'p energiya iste'mol qilsa, shuncha ko'p to'laydi. Har bir keyingi birlik uchun narx yuqoriroq bo'ladi. Bu tizim energiya tejashga undash, kam ta'minlangan oilalarni himoya qilish va boyroq iste'molchilardan ko'proq xarajatlarni qoplashga qaratilgan. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kimga esa unchalik emas. Kelajakdagi o'zgarishlar haqida batafsilroq gaplashaylik. Hukumatning maqsadi aholining bir qismiga, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga yordamni saqlab qolgan holda energiya xizmatlarini oz-ozini qoplash darajasiga olib chiqish. Yangi tariflar shuni nazarda tutadiki, ma'lum bir miqdordagi elektr energiyasi va gaz uchun narx nisbatan past bo'lib qoladi, ammo belgilangan limitdan oshib ketganda narx keskin oshadi. Elektr energiyasi uchun misol. Aytaylik, hozirda aholi har 1 kilovatt-soat, kut soat uchun 295 so'mdan to'lamoqda. Yangi tizimda esa dastlabki 200 kut soat uchun narx hozirgidek yoki ozgina oshgan holda, masalan, 325 so'm bo'lishi mumkin. Ammo 201 kut soatdan 1000 kut soatgacha bo'lgan iste'mol uchun narx sezilarli darajada, masalan, 650 so'mga ko'tariladi. Undan keyingi har bir kut soat uchun esa yana ham qimmatroq, masalan, 1200 so'm bo'lishi mumkin. Bu shunchaki misol raqamlar, ammo mohiyatni tushuntirish uchun yetarli. Bu kimga ta'sir qiladi va kim xavotir olish kerak? 1. Energiya iste'moli yuqori bo'lgan yirik oilalar va uy xo'jaliklari. Tasavvur qiling, 5 kishilik oila 3 xonali kvartirada yashaydi. Yozda 2 ta konditsioner, doimiy ishlaydigan kir yuvish mashinasi, muzlatgich, kompyuterlar, televizorlar va boshqa elektr jihozlari ishlaydi. Ular oyiga o'rtacha 400-500 kut soat elektr energiyasi sarflaydi.
Hozirgi tizimda 295 so'mdan 540 soat 295 so'm 147 500 so'm. Yangi tizimda taxminiy raqamlar bilan. Dastlabki 240 soat 200 325 so'm 65 so'm. Keyingi 340 soat 201 dan 500 gacha 300 650 so'm 195 so'm. Jami 65 195 260 so'm. Ko'rib turganingizdek xarajat deyarli 2 baravar oshishi mumkin. 147 500 so'mdan 260 so'mga. Bu oilaviy budjetga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bitti. Yirik xususiy uylarda yashovchilar. Agar uyda elektr isitish tizimi, elektr suv isitgichlari, elektr pechlar, bir nechta konditsionerlar bo'lsa, iste'mol hajmi osongina 800-1000 kift soatdan oshib ketishi mumkin. Hozirgi tizimda 1000 kift soat uchun 1295 so'm 295 so'm. Yangi tizimda taxminiy raqamlar bilan. Dastlabki 240 soat 200 325 so'm 65 so'm. Keyingi 840 soat 201 dan 1000 gacha 800 650 so'm 520 so'm. Jami 65 520 585 so'm. Bu holda ham xarajat deyarli 2 baravar oshmoqda. 295 so'mdan 585 so'mga. Bu jiddiy xarajat. Uch. Kichik tadbirkorlik subyektlari va hunarmandchilik ustaxonalari. Non-moyxonalar, payvandlash sexlari, kichik ishlab chiqarish korxonalari ko'p hollarda aholi tariflardan foydalanganlar. Endi ular ham yuqori tarif toifalariga tushib qolishlari yoki ular uchun alohida qimmatroq tariflar joriy etilishi mumkin. Misol uchun, kichik non-moyxona oyiga 1540 soat elektr energiyasi ishlatadi. Hozirgi tizimda 295 so'mdan 1500 295 so'm 442 500 so'm. Yangi tizimda taxminiy raqamlar bilan aholi tarifining yuqori pogonasida yoki yuridik shaxslar tarifiga yaqin. Dastlabki 240 soat 200 325 so'm 65 so'm. Keyingi 840 soat 800 650 so'm 520 so'm. Qolgan 540 soat 1001 dan yuqori 501 200 so'm 600 so'm. Jami 65 520 600 185 so'm. Bu yerda xarajat 2,5 baravardan ko'proq oshishi mumkin. Bu ularning mahsulot tanlafiga bevosita ta'sir qiladi va oxir-oqibat mahsulot narxi ham oshishiga olib keladi. Tabiiy gaz uchun ham xuddi shunday tabaqalashtirilgan tariflar joriy etilishi kutilmoqda. Hozirda 380 so'm bo'lgan tarif, masalan, 500 kub metrga qadar iste'mol uchun 410 so'm, undan yuqori iste'mol uchun esa 700 so'm yoki undan ham qimmatroq bo'lishi mumkin. Qish mavsumida katta xonadonlarni isitish uchun gaz iste'moli ancha yuqori bo'ladi. Masalan, isitish mavsumida katta xususiy uy 1500 kub metr gaz iste'mol qilsa, hozirgi tizimda 380 so'mdan 1500 380 so'm 570 so'm. Yangi tizimda taxminiy raqamlar bilan. Dastlabki 500 kub metr 504 110 so'm 205 so'm. Keyingi 1000 kub metr 501 dan 1500 gacha 1700 so'm 700 so'm. Jami 205 700 905 so'm. Bu yerda ham xarajat ancha sezilarli darajada 570 so'mdan 905 so'mga ko'tariladi. Xo'sh, kimga esa unchalik emas? 1. Energiya tejashga odatlangan, kam iste'mol qiladigan uy xo'jaliklari. Agar siz bir kishilik yoki ikki kishilik oila bo'lsangiz, kichik kvartirada yashasangiz va elektr jihozlaridan tejamkorlik bilan foydalansangiz, oyiga 150-240 soat elektr energiyasi iste'mol qilsangiz, sizning hisob-kitoblaringiz unchalik o'zgarmaydi. Yangi tariflar sizga kamroq ta'sir qiladi, chunki sizning iste'molingiz ijtimoiy norma doirasida qoladi. Masalan, agar siz oyiga 180-40 soat iste'mol qilsangiz, hozirgi tizimda 180 295 so'm 53 100 so'm.
Yangi tizimda birinchi pogona narxi oshsa ham 180-325 so'm 58-500 so'm. Ko'rib turganingizdek osish bor, ammo bu 2 baravar degan miqdordan ancha uzoq. Bitti. Energiya samaradorligi yuqori bo'lgan uy-joylarda yashovchilar. Zamonaviy qurilish texnologiyalari asosida qurilgan, devorlari va derazalari yaxshi izolyatsiya qilingan uylar, energiya tejaydigan jihozlar bilan jihozlangan xonadonlarda energiya iste'moli ancha kam bo'ladi. Ular ham yuqori tarif pogonalariga tushish ehtimoli kamroq. Uchi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Hukumat doimo bunday o'zgarishlar bilan birga kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishga soladi. Bu haqida keyingi qismda batafsil to'xtalaman. Agar siz ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsangiz yoki kam ta'minlangan oila hisoblansangiz, siz uchun maxsus imtiyozlar yoki to'lovlarni qoplash bo'yicha yordam ajratilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu o'zgarishlar barchaga birdek ta'sir qilmaydi. Asosan, energiya resurslarini katta hajmda iste'mol qiladiganlarga va ularni tejashga odatlanmaganlarga ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Qoidalarga istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu katta o'zgarishlarning ba'zi bir nozik tomonlari va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari bor. Istisnolar va imtiyozlar. 1. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari. Hukumat har qanday tarif o'zgarishlarida kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni himoya qilishga harakat qiladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar uchun kommunal xizmatlarga to'lovlarni qoplash bo'yicha subsidiya yoki kompensatsiyalar ajratilishi mumkin. Bu kompensatsiyalar odatda kommunal to'lovlarning bir qismini qoplaydi va bu oilalar uchun yukni yengillatadi. Bitti. Qishloq joylari va shaharlar orasidagi farqlar. Ba'zi hollarda qishloq joylarda tariflar shaharlardagidan biroz farq qilishi mumkin. Bu mintaqaviy o'ziga xosliklar, infratuzilma xususiyatlari yoki aholining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin umumiy tendensiya barcha uchun bir xil bo'ladi. Uchi. Yuridik shaxslar uchun tariflar. Bu video asosan aholi uchun bo'lsa-da, yuridik shaxslar uchun tariflar ham qayta ko'rib chiqiladi. Ular odatda aholi uchun belgilangan tariflardan yuqori bo'ladi va ularda ham iste'mol hajmiga qarab tabaqalashish tizimi joriy etilishi mumkin. Bu albatta tadbirkorlik subyektlarining xarajatlariga va natijada mahsulotlar hamda xizmatlar narxlariga ta'sir qiladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Hisob-kitoblardagi xatolar. Yangi tariflar joriy etilganda hisoblash tizimida dastlabki bosqichda xatolar paydo bo'lishi mumkin. Bu texnik nosozliklar, dasturiy ta'minotdagi kamchiliklar yoki operatorlar tomonidan noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir iste'molchi o'ziga kelgan to'lov kvitansiyalarni diqqat bilan tekshirishi shart. Agar shubhali yoki noto'g'ri raqamlar aniqlansa, darhol tegishli tashkilotga murojaat qilish lozim. Bitti. Informatsion vakuum. Ba'zan rasmiy ma'lumotlar aholiga to'liq yetib bormasligi, noto'g'ri talqin qilinishi yoki kechikishi mumkin. Bu esa mishmishlar va vahimalarning tarqalishiga zamin yaratadi. Ishonchli axborot manbalarini kuzatib borish, rasmiy veb-saytlardan ma'lumot olish muhim. Uchi. Byurokratik to'siqlar. Subsidiya yoki kompensatsiya olish uchun ariza berish jarayonida byurokratik to'siqlarga duch kelish mumkin. Kerakli hujjatlarni yigish, navbatda turish, mas'ul xodimlarning sust ishlashi kabi muammolar uchrab turadi. Bu holatda sabrli bo'lish va o'z huquqlarini talab qilishdan cho'chimaslik kerak. 4. Inflyatsiyaga ta'sir. Kommunal to'lovlar narxining oshishi albatta umumiy inflyatsiya darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Tadbirkorlarning energiya xarajatlari oshsa, ular o'z mahsulotlari va xizmatlarining narxini oshirishga majbur bo'lishadi. Bu esa xalqning xarid qobiliyatiga, ayniqsa past daromadli qatlamlarning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hukumat bu omilni hisobga olgan holda boshqa iqtisodiy choralar bilan muvozanatni saqlashga harakat qiladi. 5. Ko'zga ko'rinmas sabablar. Tarif o'zgarishlarining ortida faqat davlatni tejash maqsadi yotmaydi.
Aslida bu energiya tizimiga yangi investitsiyalar jalb qilish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish va oxir-oqibat iste'molchilarga yanada sifatli va uzluksiz xizmat ko'rsatishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismidir. Energiya resurslarini tejash va ratsional foydalanish madaniyatini shakllantirish ham asosiy maqsadlardan biridir. Agar tizim modernizatsiya qilinmasa, kelajakda energiya taqchilligi va tez-tez avariyalar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa aholi uchun bundan ham og'irroq oqibatlarga olib kelishi mumkin. Praktik tavsiyalar: siz nima qilishingiz kerak? Xo'sh, bu o'zgarishlarga duch kelganingizda nima qilish kerak? Vahima qilishning o'rniga vaziyatni tahlil qilib, amaliy choralarni ko'rish lozim. Men sizga bir nechta aniq tavsiyalar beraman. 1. Energiya iste'molini kamaytirish choralari. Yorug'likni tejash. Barcha xonalardagi oddiy choklanma lampochkalarni LED lampochkalariga almashtiring. LED lampochkalar an'anaviy lampochkalardan 5-10 barobar kam elektr energiyasi sarflaydi va xizmat muddati ham ancha uzun. Masalan, birgina xonadonda 10 ta lampochka bo'lsa, ularni almashtirish oyiga sezilarli darajada tejash imkonini beradi. Elektr jihozlardan samarali foydalanish. Kompyuter, televizor, zaryadlagichlar kabi jihozlarni ishlatilmaganda rozetkadan sug'urib qo'ying yoki ularni kutish rejimida qoldirmang. Kutish rejimidagi jihozlar ham elektr energiyasi iste'mol qiladi. Garchi bu kam miqdor bo'lsa-da, yil davomida yigilib katta summani tashkil qilishi mumkin. Maishiy texnikani to'g'ri tanlash. Yangi maishiy texnika xarid qilayotganda, ularning energiya samaradorlik sinfiga e'tibor bering. A yoki sinfiga mansub muzlatgichlar, kir yuvish mashinalari ancha tejamkor bo'ladi. Ular qimmatroq bo'lsa-da, uzoq muddatda o'zini oqlaydi. Uyni isitish va sovutishni optimallashtirish, uyning devorlarini, tomini va derazalarini sifatli izolyatsiya qilish orqali isitish va sovutish uchun sarflanadigan energiya miqdorini kamaytirish mumkin. Eshik va deraza romlaridagi tirqishlarni bartaraf etish ham muhim. Konditsioner va isitish moslamalarini o'rnatishda xona hajmini hisobga oling va ularni keraksiz ishlatmang. Suvni tejash, suv isitgichlari, boylerlar ko'p energiya iste'mol qiladi. Ularning haroratini maqbul darajada ushlab turish va keraksiz isitishdan saqlanish kerak. Kranlarga suvni tejaydigan aeratorlar o'rnatish ham suv iste'molini kamaytirishga yordam beradi. 2. Subsidiya va kompensatsiya olish imkoniyatlarini o'rganish. Kimga murojaat qilish kerak? Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga mansub bo'lsangiz, masalan, kam ta'minlangan oila, nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz keksalar, darhol mahalla fuqarolar iginiga yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ularda ijtimoiy himoya mexanizmlari bo'yicha batafsil ma'lumot beriladi. Kerakli hujjatlar: odatda subsidiya olish uchun pasport nusxasi, oila a'zolarining tarkibi haqida ma'lumotnoma mahalla tomonidan beriladi. Oila daromadlari haqida ma'lumotnoma ish joyidan yoki pensiya fondidan. Mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar nusxalari talab qilinadi. Ba'zi hollarda uyning kommunal xizmatlarga bo'lgan qarzdorligi yo'qligi haqida ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar ro'yxatini aniqlash uchun oldindan murojaat qilganingiz ma'qul. Ariza berish jarayoni: hujjatlarni yigib, tegishli idoraga shaxsan yoki onlayn tarzda, agar tizim mavjud bo'lsa, ariza topshiring. Arizani ko'rib chiqish muddati va qaror qabul qilish tartibi bilan oldindan tanishib chiqing. 3. To'lov kvitansiyalarni diqqat bilan nazorat qilish. Hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshirish. Har oyda elektr energiyasi va gaz hisoblagichlaringizning ko'rsatkichlarini mustaqil ravishda qayd etib boring. Bu sizga qancha iste'mol qilganingizni va kelgan hisob-kitoblar to'g'riligini tekshirish imkonini beradi. Har oyning boshida ko'rsatkichlarni suratga olish yaxshi odatdir. Onlayn xizmatlardan foydalanish. Ko'pgina kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'zining shaxsiy kabinetlari yoki mobil ilovalari mavjud. Bu ilovalar orqali siz iste'mol tarixini ko'rishingiz, hisob-kitoblarni tekshirishingiz va to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bu sizga tezkor va qulay ma'lumot olish imkonini beradi. Noto'g'ri hisob-kitoblarga e'tiroz bildirish. Agar to'lov kvitansiyasida xatolik topilsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada muammoning mohiyatini, hisoblagich ko'rsatkichlarini va sizning fikringizcha qancha bo'lishi kerakligini ko'rsating. Arizaning 2 ta nusxasini tayyorlab, birida qabul qilgan xodimning imzosi va sanasini qo'ydirib oling.
Bu kelajakda ehtimoliy nizolarni hal qilishda muhim dalil bo'ladi. 4. Byudjetni qayta ko'rib chiqish va rejalashtirish. Oilaviy byudjetni tahlil qilish. Bu o'zgarishlar sharoitida oilaviy byudjetni qayta ko'rib chiqish va xarajatlarni optimallashtirish zarur. Kommunal to'lovlar uchun ajratiladigan summani oshirishni rejalashtiring va boshqa xarajatlarni qisqartirish yo'llarini izlang. Jamg'arma fondini yaratish, kutilmagan xarajatlar yoki byudjetdagi o'zgarishlar uchun kichik bir jamg'arma fondini shakllantirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. 5. Doimiy xabardor bo'lish. Rasmiy manbalarni kuzatish. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari, hudud gaz ta'minot, kabi tashkilotlarning rasmiy veb-saytlarini va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarni kuzatib boring. Yangi qonunlar, qarorlar va tariflardagi o'zgarishlar haqida birinchi bo'lib rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Ishonchli yangilik manbalari, ommaviy axborot vositalari, televideniye va ijtimoiy tarmoqlardagi ishonchli yangilik kanallarini kuzatib boring. Mishmishlar va noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmang. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, xulosa qilib aytganda, may oyidan kuchga kirishi kutilayotgan tarif o'zgarishlari jiddiy, ammo oldindan tayyorgarlik ko'rish mumkin bo'lgan o'zgarishlardir. Narxlar 2 baravar oshadi degan umumiy xabar har doim ham to'g'ri emas, balki bu sizning iste'molingiz hajmiga va qanchalik tejamkor bo'lishingizga bog'liq bo'ladi. Hukumatning maqsadi energiya tizimini isloh qilish, uning samaradorligini oshirish va kelajakda yanada barqaror energiya ta'minotini ta'minlash. Bu jarayon albatta ayrim qiyinchiliklar bilan kechishi tabiiy. Har birimizning bu vaziyatga moslashishimiz, tejash choralarini ko'rishimiz va mavjud imkoniyatlardan, masalan, subsidiya va kompensatsiyalar to'g'ri foydalanishimiz lozim. Eng muhimi, vahimaga tushmasdan, rasmiy ma'lumotlarga tayanib, ongli ravishda harakat qilish. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali va informativ bo'ldi. Sizning fikr-mulohazalaringiz, bu boradagi savollaringiz va shaxsiy tajribangiz biz uchun juda muhim. Izohlarda yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, uni boshqa do'stlaringiz bilan ulashing, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero xabardor bo'lish va birgalikda harakat qilish har qanday qiyinchilikni yengishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.